Do'stim, uyda sizlar uchun yangilik bor. Yodgor ota to'yxonaning yonida mana shunday guruchlarda saraliton apparatlar qurilgan. Agar guruchlaringiz mana shunday ahvolda bo'lsa, hozir chiqishini ham ko'rsatamiz. Zo'r etib saralab beradi. Separatchi O'ktam akamiz xizmatda mana yonida shagird bog'alari bor. Mashinani olib kelasiz. Endi kutib o'tirasiz, o'zi tayyorlab beradi, chiqaradi, yakka ayirib beradi. Vishi guruchini отдельный, dirrisini отдельный. Ish bog'lari ham bor. Kerak bo'lsa xabarlashaversa, shu videoning keyinda telefon nomerini qoldiramiz. Do'stimga separat. Hozir yana bir marta ko'rsatayim sizlarga. Guruch bunday ahvolda. Qarang. Bunday ahvolda. Hozir eshitib chiqaramiz, ko'rsatamiz. Ish jarayoni mana bu. Ish bog'lari ham bor. Shart-shurt deb beradi, kelaverasizlar. Nagi separatdan chiqqan holati mana. Ko'rsataman. Bir o'sha bir sanoq yo'q. Yoqda mana narsasi bor. Problem qaysi? Mana ish jarayoni, bog'lar. Endi guruchlarimiz bo'lsa, shallarimiz bo'lsa, mana ekib o'zlari tartibdan beraveradi. Mana ish jarayoni. Bu yerda bunday temir, turba, gunjara, mineralniy o'g'itlar, ko'p narsalar bor ekan. Qora qog'oz, santexnik narsalar, yeb, taxta, temir yog'o, guruch tugatgan, guruchning o'zini baylaydigan. Bu yerda hak deysizlarmi, sement deysizlarmi, shpaklovka deysizlarmi, hamma narsa bor ekan, qarang. Uyingizda, boshqa yerlarda stroyka ishlarini boshlagan bo'lsangiz, shu yerda optim narxda gipsokardon, mollarga, o'tchalarga navollar ham bor, turbalar ham bor, xolodislar ham bor. Mana bu yerda ustakalarga kerak narsalarning hamma turidan bor ekan. Mollaringizga, o'tchalaringizga tayyor navollar ham bor ekan. Zo'r ishlarni omad tilaymiz. Молодец. Sizlarga guruchning avvalgi ahvolini ko'rsataman. So'ng separatga solinib chiqqan holati mana. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga telefon nomerlariga aloqalashangiz bo'ladi. Manzillarga keladigan bo'lsak, qarang. Mang'it yoqdan keltirib, o'ng qo'lda Yodgor ota to'yxonasi bor. Shunda chapga burilib kelasizlar. Mana shu yerda. Trassaning o'yinda to'g'ri kirib kelasiz. Yo'ldan chap qo'lda bilan.